Muqaddas Sa'dullayeva Yigitali haqida ochiq gapirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva onasining hayotini asrab qolgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi yosh aktrisa Gulchehra Sa'dullayeva onkologik kasallikka chalinay deb turganida doktorlar maslahati bilan 40 yoshida kenja qizi Muqaddasni dunyoga keltirgan. Qizaloqqa onasi, farzand esa onasiga yangi hayot hadya qilgan. 6 dekabrda tug'ilgan kunini nishonlagan Muqaddas Sa'dullayeva bu yil 35 yoshni qarshiladi va el suygan aktrisaga aylandi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Dadam men uchun yig'lagan. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva va ilk rolini bolalik chog'ida o'ynagan. U aktyor va rejissyor Mashrab Kimsanov tomonidan suratga olingan 5 qismat filmida onasi Gulchehra Sa'dullayevaning kenja qizi rolini ijro etgan. Ammo tomoshabinlar retro filmni ko'rib bu bolakay Muqaddas Sa'dullayeva ekaniga ishonmasa kerak. San'atga bolalikdan qiziqqanman. Kinolarga takliflar bo'lardi, ammo rad javobini berardim. Balki bu fe'l-atvorimdagi tortinchoqlik bilan bog'liqdir. Psixologiyaga ham qiziqishim yuqori bo'lgan. Odamlarni kuzatishni, o'rganishni yaxshi ko'rardim. Oilada 3 farzandmiz: opam, akam va men. Men ota-onamning yoshlari ulg'aygan paytda dunyoga kelganim uchun eng erkatoyi edim. Ayniqsa dadam rahmatli yer-u ko'kka ishonmasdi. Bir kuni Instagram orqali bir ayol "Bolaligingizda qattiq kasal bo'lgansiz, dadangiz qo'lda ko'tarib olib kelgan. Men singlim bilan birga kasalxonada davolangandim. Shifokorlar sizni olib kirib ketishganidan keyin dadangiz yo'lakda yig'laganini ko'rganman", deb yozib qoldi. Haqiqatan ham dadam rahmatli nihoyatda mehribon ota edi. Bolaligim bilan bog'liq shirin xotiralar ko'p. Hech kimdan kam bo'lmay ulg'ayganman, deydi Muqaddas